Sigir narxlarini tanishtirishda davom etamiz. Bahrom akadan 3-video Instagram uchun. Bahrom aka, bu nechinchi qorin? Chinosh. Chinoshim qarang. Aka, odamlar o'ylashi mumkin-da, mana tishlarini qarang, tishlari ham pokidek turibdi. Mana bu bolasi. Bolasi nima? Bolasi urg'och aka. Savolarni oling, savolarni oling aka. Mana aka, sigirda qarang, yillarini. Bahrom aka, buni narxi qancha va qancha beradi? 25 milliondan ekon olgan inson aka. 25 milliondan. Lubo joyga borib beraman, 25 million. 25 millionga Lubo joyga Surxondaryoga olib borib beramiz. Darmandgacha bepul aka. Darmandgacha dostavkasi bepul. Xohlang bunisini ikkovini bir joyga olsa 25 dan beramiz deyapti. Xo'p, ala sigir so'raganlarga osilib qoldi uzatamiz. Ala sigirni qarang. Bahrom aka, bu nechinchi qorin? Aka, ikkinchi bolasi ho'kizcha buzoq aka. Bolasi ho'kizcha ekan. Ikkinchi qorin. Qancha sut beradi? 4 kun bo'ldi sut tuqqaniga aka. 6 ta 7 taga olsin aka. Ko'pam katta gapirmayman. 6 ta 7 taga olar ekansizlar. Bolasi emib yotibdi, ho'kizcha bolasi. 26,5 million so'm aka, buni ham xayr barakasiga o'tib beraman aka. 26,5 million so'm xayr barakasiga o'tib beramiz deyapti. Bu kecha tug'di aka, bu sigirimiz. Kecha tug'gan. Bolasi ho'kizcha. Bolasi ho'kizcha, birinchi qorin aka. Birinchi qorin. Bu mana aka, endi yosh xo'jaliklarga puli yengilroq, ha? Puli yengil. Qancha sut beryapti Bahrom aka bu? Aka 5 ta 6 ta beradi aka. 5 ta 6 ta berar ekan. Narxi qancha? Narxi aka 22 milliondan aka. Narxi 22 milliondan. Aytyapman, mayli o'tib beraman aka. Mana aka, xohlang bunisini oling, xohlang bunisini oling, o'tib beramiz. Bu ham birinchi qorin. Ikkalasi ham buzoq erkak, ikkalasi ham birinchi qorin aka. Ikkovini ham bolasi erkak, birinchi qorin ekan, 22 milliondan. Yana o'tib beramiz. Kelishamiz deyapti. Surxondaryoda Denodan, Bahrom akadan, uydan sigir olaman deganlar bo'lsa, marhamat, Surxondaryo bo'yicha dostavkasi ham bor. Mana aka, sigir oladiganlar bo'lsa, kelib xohlagan tanlay olasizlar. Agar shu yerda 12 tasini olganga chekkadan unisini, bunisini bonus qilib olishingiz mumkin. Max video Surxondaryo hamda Otbozor Surxondaryoga chiqayotgan video. YouTube'da G'iyosbek Xuromovda hamda Surxondaryo kanalida chiqadi.